Agar Alloh taolo sizga rahmatini bergan bo'lsa, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi, saqlaydi. Alloh taolo sizga rahmatini bergan bo'lsa, sizga to'g'ri fikrni beradi. Mana shu to'g'ri fikr orqali hayotingiz davomida huzurlanasiz. Bekor qilgan ekanman shularga qo'shilib o'sha paytda deysiz-ku. Qachon? Qoqilib so'qilgandan keyin. Bekor qilgan ekanman shu uylanib deysiz. Aytishganida o'sha paytda bari eplolmaysan buni deb. Bo'lmadi. Shu palonchilarga tijorat qilishida sherik bo'lib bekor qilgan ekanman. Chunki domlamdan so'raganimda qilma degan edi. Qarang, hunar tanlashda to'g'ri yechim qilasiz agar Alloh rahmatini bergan bo'lsa. Uylanishlikda, tijoratda, sherikchilikda do'st ulfat tanlashlikda mo'min bandaga Alloh taolo ilhom beradi. Qaysinisini qilishni bilmay turgan paytda istixora qiladi mo'min. Hatto uni qilaymi, buni qilaymi? O'ylan, bu ham g'am birodarlar. Vыбор deb qo'yadi mana. Qaysinisini qilsammikin? Onani olsammikin, monani olsammikin? Mana shu g'amni ham Alloh taolo siz bilan bizdan ko'tarib qo'yapti. Tanlashni menga qo'yib ber deyapti. Sen bilmaysan qaysi narsa senga yaxshiligini. Kechasi turadi, istixora qiladi, Alloh qalbiga ilhomni beradi. Qilgan qarori, qilgan yechimi nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Ammo o'zimizni aqlimizga suyansak-chi? Demak, mo'min banda agar Robbisidan rahmat olgan bo'lsa, har qanday ish qilishdan oldin savol beradi o'ziga. Qaysinisini qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi, qaysinisini qilsam Alloh norozi bo'ladi. Javobni bilgandan keyin Allohni rozi qiladigan ishga yuradi. Falonchiga uylanmoqchiman, rozi bo'larmikin Alloh? Falonchi bilan sherik bo'lmoqchiman, rozi bo'larmikin? Yo men ham bir gunoh ma'siyatga tortib qo'yarmikin? Alloh taolo unga hikmat beradi. "Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira" deydi Alloh taolo Baqara surasida. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Hikmat. Demak, inson o'zining dunyo ishlarida qaror qabul qilishlikda yo hakim bo'ladi, Robbisi tomonidan hidoyat bilan, rahmat bilan, yo ahmoq bo'ladi. Yo hakim bo'ladi, Alloh bergan hikmat bilan, yo ahmoq bo'ladi. Oma u pulni tijoratingga aralashtirma, shu ozgina chiqayotgan pulga rozi bo'l deb turib hikmat egasi aytsa, yo'q deydi. Ikki aborot qilsam, keyin nima qilaman? Qaytarib beraman deydi va oxiri nima bo'ladi? Endi bu aytadi, ahmoq bo'ladi-da bu. Aytuvdi oshnam o'zi. Nima qilmadi? Kichkina muammoingiz bo'lib ketadi, keyin katta bo'lib ketadi.